Nima deganingiz, nimaga qo'yib yubormaydi? Qo'yib yubormaydi, chunki u xiyonat qilmoqchi bo'lyapti. U ajrashishni xohlamayapti. Ajrashishni xohlagan inson ajrashadi. Bu holda esa u oilasi bilan qolishni istayapti. Unga hammasi yaxshi, yoqimli, qulay. Lekin ozgina zerikib qolganda o'zini borib chalg'itib, o'ynatib kelgisi kelyapti. Bu yerda yashirincha munosabatlar, qanaqadir intrishka, adrenalinchik, juda ham bir qiziq, uni yangi hissiyotlar beradigan intrishkalarni xohlayapti. Ajrashishni emas. Oilasida hammasi yomon bo'lgan va ajrashishni istagan inson ajrashadi. Keyin o'sha yangi munosabatlarni, yangi umr yo'ldoshini qidiradi. Xotini bo'lib turib, sizga bu yerda xotining yomonligini, u bilan faqatgina farzandlari uchun yashayotgani haqida cho'pchaklar aytib beradigan erkaklar shunchaki sizdan afsuski, bu qanchalik achinarli bo'lmasin, foydalanmoqda.